Assalomu alaykum. 14-darsga kelganmiz. 14-darsimizda bugun ko'rib ketamiz. Bizga 78-betda kitobimizda, so'lda kitobimizda 78-betida yangi grammatika beryapti bizga. O'rganadigan grammatikamizni ikkiga bo'laylik. Mana bu grammatikani bugun ko'rib chiqamiz. Bu grammatikamizni endi ikkiga bo'lamiz. Birinchi, mana bu qismini tushuntiraman. Mana bu qismiga fokus qaratamiz. Mana bu endi biz o'tgan darsda ko'rib ketdik, nima degani bu? Ot deganida noun. Endi bu yerda ham en kelyapti. Bu holat birinchi marta kelyapti bizda. Bu holat nimani anglatadi? Nimadan tushunsak bo'ladi? Bu holat mana bu grammatika ikkita otning o'rtasida keladigan grammatika ekan degan tushunchani tushunishimiz kerak. Shu holatda kelsa. Hago degan grammatikani ko'ramiz ekan. Hago. Endi bu yerda qoidasini ko'ring. Hago'zi nima ekan? Hago bu o'zbekchada va bilan. Bu og'izdagi nutqimizda ishlatiladi. Gaplashganimizda, ko'chada, hayotimizda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Ma'nolari va bilan deb tarjima qilsak bo'ladi o'zbek tilida. O'zbek tilida sodda qilib, tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, mana biz o'zbek tilida ham biror bir narsani, bitta narsa emas, ikkita narsani aytmoqchimiz bitta jumlada. Masalan, aytaylik. Kitob va daftar. Ko'rasizlarmi? Va'ni ishlatyapman men. Jumlamda va degan so'z ketyapti. Yana bitta misol o'zbek tilida o'zbek va koreys. Ko'rasizlarmi? Va. O'zbek, koreys, kitob, bular hammasi otga kiradi. Ya'ni mana bu ot. Mana bu ikkala ot. Demak, shu narsalarning o'rtasida hago grammatikani ishlatsak va degan tarjimani beradigan bilan. Ya'ni ikkita yoki uchta, ikkidan ortiq, ikkita yoki bir nechta deyapti. Ikkita yoki bir nechta otlarni ishlatadigan bo'lsak, ularning o'rtasida albatta bog'lovchi grammatikalarni ishlatishimiz kerak. Qo'shishimiz kerak bo'ladi. Endi bitta misolni ko'rib ketadigan bo'lsak, birinchi misolimizda nima deyapti? Chugi hago yonpil chusayo. Chugani ko'rdik biz o'tgan darsda o'tlaganmiz. Hago kelyapti. Hago degani chugi mana bu narsa. Hago degani va degani ekan. Va degani va yoki bilan deb tarjima qilsak bo'ladi ekan. Tepada ko'rdik. Chiyuge bilan yonpil qalam bering deyapti. Yonpil chusayo. Yonpil chusayoni o'tgan darsda ko'rdik biz. 13-darsimizda adashmasam ko'rib ketdik buni. Biror bir narsani so'raganmiz. Endi tasavvur qilinglar, sizlarga bitta narsa kerak emasda, 2 dona narsa kerak. Bitta joyga bordilaring, bitta magazinga ketdilaringda, sizlarga bitta daftar, masalan, aytaylik, daftar emas, ruchka ham kerak. Xuddi shu holatda daftar bering, ruchka bering emas. Ikkita gap tuzmaysizda, bitta gap tuzib, ruchka va daftar bering. Ruchka bilan daftar bering deb chiroyli gap jumla tuzsak bo'ladi. Ana shu holatda kerak bo'ladigan grammatika. Ikkinchi gapni ko'radigan bo'lsak, yogisoyo. Yogisoyoni ko'rdik. Mana marhamat deyapti. Endi hagoni ko'rib ketdik mana. Biz ikkinchi grammatikamizga fokus qilamiz. Mana bu yoqda
ikkinchi grammatikamiz. Bu ham xuddi shu holatda mana ikkala tarafida noun kelyapti, ot kelyapti. Lekin bu yerda ikkita grammatika. Bu yoqda ko'radigan bo'lsak, bu ham ma'nosi va bilan faqat rasmiy yozma shakllarda ishlatiladi. Mana. Lekin mana gua bilan vani rasmiy shaklda ishlatiladi degani bu og'zakida bir gapirsangiz bu xato bo'ladi degani emas. To'g'ri bo'ladi, jumla to'g'ri bo'ladi, faqat rasmiyroq usulda ko'proq ishlatilinadi, rasmiy shaklda. Kitoblarda boshqa joyda. Lekin buni og'zaki kimgadir qaysi bir karsga shu grammatikani ishlatib gap tuzsangiz, gapirsangiz, bu degani gapingiz boshqacha chiqib qoldi degani emas. Bu ham xuddi ma'nosi hago bilan bir xil. Faqat hago og'zaki ko'chada ishlatiladi va rasmiy uslubda ko'proq ishlatiladi. Endi ishlatilish qoidasini ko'rib ketadigan bo'lsak, mana bu ikkita grammatika ekan. Grammatikani qoidasini ko'rib ketyapmiz. Yozib ketsalaring bo'ladi. Agar otimiz oxirgi harfi, agar otimizning oxirgi harfi undosh bilan tugasa, gua grammatikani ishlatamiz. Gua grammatikani qo'yamiz. Misol uchun, chek gua yonpel kitob va qalam. Kitob va qalam. Endi ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, mana buni ko'radigan bo'lsak, agar qoidani yozib ketsalaring bo'ladi. Agar otning oxirgi harfi unli bilan tugasa va grammatikasi ishlatiladi. Misol uchun, sagua va banana, olma va banan. Ko'ryapsizlar, ikkita otni bitta jumlada ishlatyapti. Misolni ko'radigan bo'lsak, misollar beryapti bizga tushunishimiz uchun. Kola hago chusuga isoyo. Kola bilan kola bu o'zimizni kolaman. Chusu degani yangi so'z bilan adashmasam sharbat degani. Yodlab ketsak bo'ladi. Iga itta grammatikasini ko'ryapmiz. Iga isoyo bor degani. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, polpen hago konchak chusayo. Polpen bizda ruchka bilan daftar bering. Chusayoni o'tgan darsda o'tdik. Nimadir so'rash, qaysidir otni so'rash. Ot deganda hammasini emas, narsa va buyumlarni so'rash. Kitob, ruchka, boshqa narsalarni so'rasangiz bo'ladi, chusayo. Endi ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, bu hagoga aloqador misol edi. Endi mana bu. Chuge va yonperi isoyo. O'chirgich bilan qalam bor deyapti. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Bizda bu unli bo'lganligi uchun va grammatikasi yordami kelyapti. Endi ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, sonseningua, haksengua, sonseningda. Talaba va ustoz deyapti. Informatsiya berib, ma'lumot beryapti. Endi yonsibni ko'radigan bo'lsak, birinchi yonsibimiz bizda rasm beryapti. Rasmga qarab gapirib ko'rishimiz kerak ekan. Bizda pogi beryapti, birinchi pogi qilishimiz kerak bo'lgan, bu yoqda beryapti. Gapni ko'radigan bo'lsak, Marikoshi chonja sajon isoyo so'rayapti. Elektron lug'atingiz bormi?
Marikoshi elektron lug'atingiz bormi? Ne, Isoyo? Ha, bor. Marikoshi kamera Isoyo? Mariko deyapti. Marikoxon, kamera bormi deyapti. Kamerangiz bormi? Anyo, opsoyo. Endi mana bu joyga masalan bitta inson, siz ismingizni qo'yasizda. Sizda nimalar bor? Elektron lug'atingiz bormi? Bor bo'lsa, bor. Kamerangiz bormi? Bor bo'lsa, dumaloq qo'yasiz. Yo'q bo'lsa, mana bunaqa X qo'yib ketasiz. Husan, bu soyabon. Beton kadi. Transport kartasi. Transport kartasi. Hujil. Salfetka, qog'oz. Bumaga deylik. Mul, suv. Vidapon, buni o'tganmiz. Shuga buni o'tdik. Yozib ketganlarimda bilmagan so'zlaring bo'lsa ichida yodlab ketinglar. Marikoshinin, yani gapni ko'radigan bo'lsak, Marikoshinin chonja sajonago, ko'ton qadahago, hyujiga issoyo. Mana, aytdim-ku. Bu yerda 3 ta ot kelyapti, ko'rasizlarmi? 3 ta ot. Bu bog'lovchi qo'shib bog'lab ketyapti. Ko'ton qadi, hyuji, chonja sajon. 3 ta ot kelyapti. Endi shunga qarab, hago 2 ta kelyapti. Bilan. Endi buni tarjimasi qanaqa bo'ladi? Chonja sajon bilan telefon, chonja sajon elektron lug'at bilan ko'ton kadi transport kartasi va bumaga bor deyapti. Kamerago usani opsoyo. Kamera bilan zontigi yo'q ekan. Marikani deyapti. Butunlay tarjima qiladigan bo'lsak, Marikani elektron lug'ati bilan transport kartasi va bumagasi bor. Qog'ozi bor, salfetkasi bor. Mana bu narsa. Kamerasi va zontigi yo'q deyapti. Endi sizdan xuddi shunaqa mana bu joyda bormi, bor, yo'qmi, yo'q qilasizda, bor yoki yo'q qilib, mana bu joyga keyin gap, jumla tuzsangiz, sizga ham chiroyli bir jumla bo'ladi. Mana bu joyga faqat bormi, yo'qmi o'shasini qo'ysangiz bo'ldi. Yo'q bo'lsa, mana pastda menda yo'q. Qaysi narsa yo'q yoki qaysi bir do'stimda yo'q. Mana bu joyda kimni ismini qo'ygan bo'lsangiz. Ko'rib ketsalaring bo'ladi. Buni tarjimasini qildik, ha. Endi ikkita misol ko'rib ketamiz. Karishcha. Chingo hago kachi degan kachi kada. Kachi kayo. Buni tushuntirishim kerak yo'q hozircha. Kachi. Buni mavzusiga yana tushuntiraman buni. Hozirlarga chaqiylik qiladi bu narsa. Hago degan, kachi degan grammatika bor bizda. Kachi degan grammatika. I rang degan grammatikalar bor. Bular ma'nosi bilan birga degan, bilan birga.
Masalan aytaylik, Sardor bilan birga deysiz-ku masalan. Xuddi shu holatda Sardor hago kachi, Sardor hago kachi, Sardor bilan. Ana shu holatda ishlatamiz. Bu hozircha kerak emas sizlarga. Xulosa qiladigan bo'lsak, xulosa chiqaramiz. Bugungi darsda nima o'tdik, nima bo'ldi? Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, biz bugun mana bu grammatikalarni o'tdik. Bu birinchisi biz og'zaki nutqimizda oddiy holatda ishlatamiz ekan. Ikkinchisi, agar otimiz birinchi otimiz, albatta birinchi otimizning oxirgi harfi undosh bilan yakunlanadigan bo'lsa, gua grammatikasini ishlatamiz. Agar birinchi otimizning oxirgi harfi unli bilan tugaydigan bo'lsak, va grammatikasini ishlatamiz. Bu ikkalasi rasmiy uslubda. Bu yerda mashqlar berilgan. Mashqlarni o'qiysiz, yozasiz, o'zingiz yozib, tarjimasigacha berilgan. Mana bu yerda yozib, nima qilasiz? Praktika qilasiz, mashq qilasiz. Bu sizlarga vazifa. Har bittasini yozib, praktika qilsalaring, inshaalloh yaxshi bir natija bo'ladi. Sizlarga tashlab qo'yaman buni. Ko'rib o'rgansalaring bo'ladi, praktika qilsalaring bo'ladi. Keyingi darsda speakingni ko'rib ketamiz. Bu speaking mashq qilamiz. Titki maragi ko'ramiz, xudo xolasa. Davom etib ketamiz. 14-dars shundan iborat.